Qaranglar, buning de aksiyani hali kirmaşinlarda eshitmagansiz ham, görmegensiz ham. Samsung kirmaşin 1 milyon so'm, Shivaki kirmaşinimiz 1 milyon so'm, Sevintage 1 milyon so'm, Immir 1 milyon so'm, Hoffman 1 milyon so'm, LG 1 milyon so'm. Adını farkı yok. Kilosini aytasizlarmi? Kilosidan farkı yok. Yine bu 7 kiloluk, bu 6 kiloluk, İbide 8 kiloluk bormi, 10 kiloluk bormi? Hamma kirmashinimizning narxi 1 milyon so'mga tushib qoladi sizlar. Necha tip deysizlarmi? 5 milyon so'mga avtomat kirmashin xarid etib olasizlar, 4 milyon so'm pulni qo'lingizga qaytib beramiz. Kirmashinimiz 1 milyon so'mga tushib qoladi. 6 milyon so'mga kirmashin xarid etib olasizlar, 5 milyonni qaytib beramiz. Kirmashinimiz 1 milyon so'mga tushib qoladi. Baring 3 milyonlukundan aling, 3 milyonlukundan. 3 milyon so'mga kirmashin alsanglar 2 milyonni qaytib beramiz. Sizlarga kirmashinimiz 1 milyon tushib qoladi. 2,5 milyon so'mdan ham alsanglar ham farqi yo'q. 2,5 milyon so'mga xarid etasizlar, 1,5 sizlarniki. Kirmashinimiz 1 milyon so'mga tushgan bo'ladi. Faqat 7 kun bo'ladi, 8-apreldan 15-aprelgacha. Shoshilamiz, do'stlarga yuboramiz. Xullas, like'larni bosamiz. Yurtdoshlar, Hisense deysizlarmi, Immir deysizlarmi, Zifler deysizlarmi, Premiermi, 100mi, Brandomi, adını farkı yok. Narxi 5 milyon so'mdan yuqori bo'ladi. Istalgan turdagi bir dana xolodilnik xarid etib olasizlar. Yanında sovg'asini bir dana avtomat kirmashin, bir dana polavtomat kirmashin, bir dana kulleri, baklashkisi bilan ishida ko'rib turgan sovg'alaringizni tanlab olmaysiz. Hammasini podarkaga qo'shib beramiz. Bu komplekt sizniki bo'ladi. 5 milyon so'mlik xolodilnik xarid etib olsanglar. Yo'q, bir narsam uyimda bodidon bo'lsanglar, 45lik razmerda smart Androiddan televizori, bir komplekt 1 kiloluk, 2 kiloluk, 3 kiloluk, 4 kiloluk tapası, kepkiri, çömücü, fartiki, xullas bir komplekt, kazan komplekt naborimiz. Yanında yetmegeninde 12'lik konditsionerimiz tekinga bo'ladi. Xalasanglar bu komplektimiz, xalasangiz bu komplektimiz dastavka ustanovkalar ve uyingizda 5 milyon so'mdan yuqori bo'lgan xaridni sotib olasiz, mutlaka tekinga uyingizga olib borib beramiz. Do'stlar, konditsionerning sezoni geldi. Gullar qizishni boshladi. Yazning o'rtasida emas, hozir alsanglar novlari ega bo'lishingizni qarab turing. 6,5 milyon so'mdan sotilgan konditsionerimizni 1,5 milyon so'm skidga etib 5 milyon so'mga tushirganmiz. 1,5 milyon so'm arzon narxda olasiz. Yanında 4 milyon so'mlik xolodilnikini tekinga beramiz. Endi 5'e tushuvada konditsionerimiz 4 milyona tushib qoldi. Dastavka ustanovkalar mutlaka içinde tekin bo'ladi. Halang 12'lik, halang 18'lik aling, farkı yok. Xolodilnikimiz mutlaka tekinga podarkaga qo'shib beriladi. Do'stlar, bize aytsak üstünden chiqamiz. Bo'lmagan aksiyani qo'yib beramiz dedik. Hali hech kimda eshitmagan aksiyani eshitib olasizlar. 2 milyon so'mga televizor olasizlar, 2 milyonlik xolodilnik podarki. 3 milyon so'mga televizor olasizlar, 3 milyon so'mlik xolodilnik podarki. 5 milyona televizor alinglar, 5 milyonlik xolodilnik podarki. Televizorlara xolodilnik qo'shib beramiz. Narxi necha so'm bo'lsa, xolodilnik ham shunday narxda xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Faqat dillar ichida bir hafta bo'lib o'tadi. Do'stlar, videomuza like basasız, kommentariy yozasiz, yaqinlarga yuborib tashlaysiz. Ishida 1, 2, 3 komplekt qo'yibmiz. 3 komplekt keramika posуда naborimizni tekinga podarkaga sizga obunachilarimiz uchun qo'yib beramiz. İçinde 22 dana person bo'ladi. Kasasi, tarakisi, tovoqi, lob kasasi, salat lisasi, hamma narsasi bo'ladi. Shu podarkamiz mutlaka tekinga bo'ladi. Keyingi videomizda xudo xolasa kommentariy shu orqali aniqlab o'tamiz. Assalomu alaykum, Dilleri 300 kanalımız abunachilari, hurmatli podpischilar, bizlarni uzoq yaqindan kuzatadigan yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Hammangiz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa bugungi videomuz Dilleri 300 ni katta filialida bo'lib o'tadi. Ya'ni bozor ichidagi Optum dükanımızda bo'lib o'tadi. Dilleri 300 ni glavniy filialida bo'lib o'tadi. Endi hamma filialimizda Optum hisoblanadi, lekin bugungi aksiyamiz bozor ichidagi Dilleri 300 ni katta filialida bo'ladi. Bu yerda zo'r aksiyalarga tayyorgarlik ko'rilgan, xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladigan aksiyalarga yine Ömürbek ukamiz, Ömürbek zo'r aksiyalarni qo'yganmisan? Assalomu alaykum. Yurtdoshlar bilan salomlashib berasan. Endi avtomat kirmashinlarimizga, konditsionerlarimizga, xolodilniklarimizga zo'r aksiya qo'yganmiz. Bu aksiyamiz bir hafta mobaynida bo'lib o'tadi. Sizdan kutib qolamiz Dilleri 300'da katta filialida. Xudo xolasa, yine Ömürbek ukam shu katta filialimizda turadi. Doimiy men bo'lamanmi, bo'lmaymanmi, o'zim ham bo'laman. Agar men bo'lmagan taqdirda Ömürbek ukam turadi. Aksiyalar ham sizlar uchun zo'r etib tayyorgarlik ko'rgan. Bemalol shu kanalni ko'rib, Dilleri 300 kanalini ko'rib turib, like bosib, podpiska bosib,
Ömürbek Üke seni görüp geldim diyenler için bir tane padarki beresen ese. Kara, hazırki aksiyalarını aytamam, ben danıştırıp çıkamam. Vuladan taşkarı ettiğinliğine Ömürbek'ti gördü ki şu videonun başında degen yurttaşlar için bize etin her kaysının koluna bir tane padarki tuturup beresen. Kula halasa. Şurada haklagan bir padarkilerini alıp ketseler oladı. Bol ana yine coşu verdi bir padarki emas halagana dedi. Bemala yine Ömürbek Üke sen YouTube'da gördüm desen de özüm başka kanallarda çıkadı. Prosta özümsü kanal bolgança özüm abzorat berip tutman. Bir tane padarkiyizni seylab alıp ketişiniz mümkün bolady eken. Xudo xolasa aksiyalar zorku. Boldu bir chetdan Xudo xolasa yurttaşlar hammasi bilan danıştırıp beramiz. Bedagi aksiyalarimiz qaranglar dilleri uchun bilasizlar. Halkımız üçün, yurttaşlarımız üçün, sizlerin menfaatleriniz üçün aksiya çıkaramiz. Boldu bolmaz aksiyalar bolmaydı bize de. Fakat yurttaşlarımıza nefi diyedim, faydası diyedim aksiya bolsa çıkaramiz. Bolmasa çıkarmayız. Indi qaranglar. Söz ispatı bilen degendi, faydadan geçip zarara girip bolsam aksiya çıkaramiz. Muhimi yurttaşlarımızı razı etemiz. Bu aksiyamız bir hafta bolup ötedi. Aldından aytıp koyuk 8 aprelden 15 aprelgacha bolup ötedi. Maxsus aksiya, maxsus teklif boladı. Hemme narsada zor aksiyadan koyamiz. Endi siz onu getirgan ish konditsionerlardan başlap beramiz. Qaranglar, faydadan geçip zarara girip dedik-ku. Konditsionerlerin narxini bilasizlar. 3 milyon 800 bin so'm, 4 milyon 200 bin so'm, 4,5 milyon, 4 milyon 400, 4 milyon 600, 5 milyon so'm. Oddiy abishli konditsionerlarimiz shunga narxda turadi. Oling endi invertorli konditsionerlarimiz pastokada ishlaydigan teniba modellarimiz desak narxlari baland bo'ladi. Bilasizlar, Chigo brendimizdan invertor motordagi mistrubkali original brenddagi konditsionerimiz narxini e'tibor etinglar. 6 milyon so'mlik konditsionerimiz 1,5 milyon so'm skidki bo'lgan. 50 ming 100 ming emas, 1 milyon 500 ming so'm faydadan geçilgandan bu narsanın narxini 4,5 milyon so'mga tushirganmiz. 4 milyon 500 ming so'm bo'lgan. İB'de Premier kompaniyaniki invertor motor 10 yil motoruna kafolat beriladi. DC invertor bo'ladi, tenlari bo'ladi ichida. Baland pastokdan hamma narsada ishlab beradi. Narxini e'tibor etasizlar. 6,5 milyon so'm konditsionerimiz 1,5 milyon so'm skidkida 5 milyon so'mga tushgan. AUX brendimizdan invertor motor teni bo'ladi. Hamma narsasi full variantdagi zo'r kачестволы konditsionerimiz 6 milyon so'm narxi. Satganmiz, satib ham o'tirgan laba hozirgi kunda o'zi narxi 6 milyon so'm. Bize bahasını tushirib turibmiz. 1,5 milyon so'm qaytib tashimiz, 4,5 milyon so'm olishingiz mumkin. Endi yurtdoshlar qaranglar. Faydadan geçildi, narxini tushirdik, skid ketdi. Endi zarara girishlik bo'lishini ko'rsataman. İB'de görgen xolodilnikimiz bo'yina e'tibor etasizlar, Artel konditsionerning Eco Frost degan tizimda ishlaydigan xolodilniki. Oddiy defrost emas, Eco Frost bo'ladi, ya'ni pastokda ishlaydigan sifati zo'r, original 3 yil kafolatlara ega bo'lgan sifatli xolodilnikimiz bo'ladi. Endi Artel bilasizlar, servis xizmatlari ham narsasiz bor xolodilnikimiz bo'ladi. Polkalari mustahkam, past morozennikida xullas bo'yini poddomsizdiribdi. Bo'yi 180 bo'ladi, litri 280 litr bo'ladi. Katta hajmdagi xolodilnikimiz narxi 5,5-4,5 milyon so'mdan sotilgan narsa. Endi bizda bahasi 4 milyon so'm. 4 milyon so'mlik bir dana xolodilnikimizni padarkisina sovg'asini qo'shib beramiz. Qaranglar, faydadan geçildi. 6 milyon so'mlik narsamizni 4,5 milyon so'mga tushirib berdik sizlar uchun. 4 milyon so'mlik padarki beryapmiz. 4 milyon so'mlik padarkimiz sizniki bo'ladi. Endi bu haqiqiy zarara kirish deb aytiladi. Zarar deganda endi bizlar ham absolut zarar emasmiz. Vaqtida qimmatroq sotilgan foydalar chiqqan. Endi yurtdoshlarimiz uchun, xalqimiz uchun foydalansın degan manfaatli aksiyamiz shunday bo'ladi. Faqatgina 7 kun bo'ladi. Shoshilishingiz kerak. Kelib turib endi Artel bedazı Premier gösterdik, AUX Chigo gösterdik. Konditsionerimizda assortimentlarimiz juda katta. Avalon, Rosso, Magna, Artel, Shivaki, Citronic, Volmer, Haier, Arctic istalgan brenddan bular 12lik bo'ladigan bo'lsa, Inaveda 18lik konditsionerlarimiz bor. TCL brendidan Shivaki, Rulus, Rio, Citronic, Monicus her xil turlari bor. 24lik konditsionerlarimiz bor, kolonli konditsionerlarimiz bor. Fark yo'q. Bizdan konditsioner xarid etib olasiz. Bir dana ishida ko'rib turgan xolodilnikimiz sizniki bo'ladi. Narxi 4 milyon so'mlik dedik. Yana bir dana variant aytib beraman. Agarda yurtdoshlar xolodilnikim uyimda bor edi, yaqinda oldim dedim bo'lsanglar, qaranglar. 4,5 milyon konditsioner olasizlar, 5 olasizlar, 6 olasizlar, xullas pullarni o'zingiz bilan ketadi, fark yo'q. 4 milyon so'm pul beramiz.
4 milyon so'm pulingizga istalgan narsangizni xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Gaz plita olasizlarmi, televizor olasizlarmi, xolodilnikmi, konditsionermi, yo mayda-chuyda narsa olasizlarmi, yo yana bir dana konditsioner olasizlarmi, farqi yo'q. 4 milyon so'm pul beriladi. Xolodilnikimiz uyda bodidon bo'lsanglar 4 milyon so'mga ega bo'lishingiz mumkin. Konditsionerning ustanovka dastlabki xizmatlari tekin bo'ladi. Uyingizgacha olib borib yetkazib ishlab berib kelamiz, xudo xolasa. Endi xolodilniklarning aksiyalari bilan ham bir qator tanishtirib o'tamiz. Sezonli narsalardan boshlaymiz yana. Xolodilniklarimiz katta assortimentda mavjud. Endi kichkinalardan boshlaymiz. Arzonroqlaridan ko'p odam so'raydi. Ina 2 kamerali bo'ladi. Endi kichkina deganimiz ham normalniy katta xolodilnik bo'ladi. Toza xo'jaliklar bir xo'jalikka yetadigan xolodilnik bo'ladi. Bu yerda yurtdoshlar bir qator odlarni ham ko'rsatib bering. Royson firma narxini ham aytaman. Sal vaqtimiz ko'p ketsa ham narxlari bilan aytib chiqamiz. Royson firmaniki 3 milyon 200 3 milyon so'mdan sotilgan 2 milyon 600 ming so'mga qo'yib beramiz. 2 milyon 600 ming so'm. Bryusa kompaniyaniki rossiyskiy bo'ladi. Magazinlik pastda joylashgan. 4,5-4 milyon so'm sotilgan. Narxi hozir ham baland turibdi, lekin bu xolodilniklar unchalik talab kamayib ketgani uchun narxini sindiramiz. Prosta kamaytirib beramiz. 4 milyon so'mdan sotilgan xolodilnikimizni 3 milyon so'mga tushirib beraman. Bryusa xolodilnikimiz 3 milyon so'm. Premier kompaniyaniki bor, Optimaniki bor, Pozisniki bor, Shivaki, Hisense, Volna, Sevintage, Elita, Platinum, Optima, xullas xolodilnikimizda yana kichkinasida bo'ladigan bo'lsak ham assortimiz katta bo'ladi. Narxi shu endi inosh xolodilnikimiz 2 milyon 600 ming so'mdan boshlangan bo'lsa 5 milyon so'mgacha bo'lgan xolodilnik xarid etib olsanglar, qaranglar sizlarga kichkina podarkimiz zo'rindan kattasidan bir dana gaz plita podarkasini qo'shib beraman. Buni hisob kitob etmaysizlar. Hozir aytganimizdek videoni bosishimda aytdim. Foydadan geçib zararga girib bo'lsam aksiya chiqarib beramiz dedik. 2 milyon 600 ming so'm xolodilnik olsanglar bir dana gaz plita podarkaga berilib turibdi. Bu yerda foyda yo'q. Buni hisob kitob etganingizda foydasi yo'q. Bu haqiqiy xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun chiqarilgan aksiya bo'ladi. Shuning uchun ham muddatini aytib turibman. Faqatgina bir hafta bo'lib o'tadi. Bir hafta mobaynida kelib turib tezroq olib qolishingiz shart bo'ladi. Bo'lmasa bunday aksiya keyinchalik topilmaydigan bo'ladi. Gördüğünüz narxlari har xil turlari bor. Endi xolodilnikimizni Ivandamina variantlarimiz ko'p, har xil turlari bor. 4,5 milyonluklar ham bor, 4 milyonluk ham bor, 3,5 milyonluk ham, assortiment katta. Ishondan boshlanadi, ham bir xolodilnik bo'ladi ishida. Narxi endi vazdushli xolodilniklarimiz yana 5,5 milyon so'mligi bor, 5 milyon 800 ming so'mligi bor. Premier yana katta modellari bor, 5 milyon 900 ming so'm. Ferrelaniki 6 milyon 200 ming so'm. Brandolarimiz bor, 6 milyon 400 ming so'm. Pozis kattasi bo'ladi, 6 milyon 500 ming so'm. Endi oynalı variantlari, Hisense brendlarimiz bor, yana 6 milyon 800 ming so'm edi, 6,5 milyon so'mga tushirganmiz. Katta xolodilnik bo'ladi. Agarda ishida yana bemalol razmerlarga qarab ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Beston, LG, Shivaki, Artel, Immer, Sevintage, Zifler, Immer, xolodilnikda assortiment dim katta do'stlar. Kelib turib bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Yeni kattasi, kichkisi xalagan turingizda asoz bo'laveradi. Samsung brendlarimiz bor, Skyward brendlarimiz bor, 4 eshikli har xil variantlarimizdan bor. Narxi 5 milyon so'mdan yuqorida xolodilnik xarid etib oladigan bo'lsanglar, endi sovg'asini ko'ringlar. Qaranglar, bir dana avtomat kir mashini, bir dana polavtomat kir mashini, bir dana kuller. Işi 3 dana ko'rib turgan sovg'alaringiz bir dana xolodilnik evaziga qo'shib beriladi. Endi bu narsani ham hisob kitob etsangiz, bu ham kalkulyator to'g'ri kelmaydigan narx. Avtomat kir mashini bilasizlar bahosini. Avtomat kir mashini hamma xo'jaligimizga endi kerak bo'ladi mahsulot. Xalqimizda o'ylagan holatda qo'yganmiz. Yana 7 kilolik inverterlisi bo'ladi. Bir dana polavtomat kir mashinam bor yanında. Endi bu polavtomatimiz 3 kilolik bo'ladi. Uyda yosh bolalarning kiyimine 4 kilolik bo'ladi ekan. Yosh bolalarning kiyimine platisa salfet kiyish uchun bir xo'jalikka bu ham kerak bo'ladi narsa. Kullerimiz endi zamon talabi hamma xo'jalikda, hamma uyda bo'lib keladi hozir. Uyda sovuq suv issiq suvlarimizni ichish uchun qo'yilgan narsamiz. Ishi ko'rib turgan 3 dana komplektimiz bir dana xolodilnik evaziga qo'shib beriladi. Narxini 5,5 likni olasizlarmi, 5,800 likni olasizlarmi, farqi yo'q. Ishida ko'rib turgan sovg'alarimiz mutlaqo tekinga bo'ladi. Bundan pulini hisob kitob etsangiz ancha pul bo'lib ketadigan narsa. Agarda endi kir mashinlarimiz bor degan bo'lsanglar, xohlasanglar Smart Android'undan kattasidan 45 lik razmeri bo'ladi. Ondan bir televizor,
Bundan tashqari qozon komplekt nabor, içinde kepkiri, çömüşü, fartiki, 1 kiloluk qozoni, 2 kiloluk, 3 kiloluk, 4 kiloluk qozoni bo'ladi. Undan tashqari tapası bo'ladi. Xullas bu komplekt bir nabor bo'ladi. Shu nabori undan tashqari endi buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Damashli mini konditsioner. Mini deganimizda 30 metr kvadratgacha yetadi onundan. Bir dana 12lik razmerdagi konditsionerdan podarsiyani qo'shib beramiz. Qaranglar, endi xalasangiz bu komplektni olinglar, xalasangiz buni. O'zi 5 million so'm, 5,5 million so'mga xolodilnik xaritat oladigan bo'lsak, konditsioner, o'zi konditsionerni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda bo'lgan konditsioner bo'lib turgan, bir dana televizori, qozon komplekt nabori plus konditsioner bo'lib turibdi. Endi buningda aksiyadan foydalanmasangiz umuman bo'lmaydi. Ertangi, masalan 15-nacha dedik, bundan keyingi aksiyalarimizda buningdek komplektlarni topolmaydigan bo'lasiz. Zo'rindan bir konditsioner, qozon komplekt nabor, televizorimiz, dastavkisi, ustanovkisi mutlaka tekinga bo'ladi. Undan tashqari O'mirbekni ko'rib keldim desang, yana bir podarkadan qo'la kirishingiz mumkin bo'ladi. Buningdek aksiya soni muddati cheklangan, bemalol tezroq ispitga kelib olsanglar bo'laveradi. Endi gaz plitalardan zo'r aksiyalar qo'yilgan. Gaz plita aksiyalarimizni tanishtirib beramiz. Narxi bilan boshlaymiz. Narxini 1 million 500 ming so'mdan gaz plita boshlanadi. Yurtdoshda 1 million 800 2 million so'm emas, 1 million 500 ming so'mdan gaz plitani boshlab beramiz. O'zi 1 million 800 900 dan sotilgan 1,5 million so'mga tushirdik. Vesta variantimizniki 2,5 2 million 200 ming so'mdan sotilgan 1 million 900 ming so'mga tushirdik. Artel kompaniyamizniki 2 million 800 2,5 million so'm, Artelda gaz kontrollari ham bo'ladi. Bu variantimizni 2 million 200 ming so'mga tushirdik. Xullas, shu yerda ko'rib turgan gaz plitalarimizning hammasi narxi arzon bo'ladi, arzonlashtirib beramiz. Undan tashqari sizlarga podarkisini bir dana bir komplektidan zo'rindan bir komplekt desam tushunarsiz bo'ladi. 22 dana nabori bo'ladi, ichida nabori bo'ladi. Shu posuda komplektimizni podarkisini sovg'asini qo'shib beramiz. Undan tashqari, qaranglar, bir komplekt posudani qo'la kiritdik. O'zi 2 million so'mga gaz oldik. Aytalik 500-600 ming so'm turadigan posudani mut oldik. Gaz plitamiz 1,5 million so'mga tushdi. Undan tashqari Inabida omadli doska degan doskamiz bor. Kelib turib, xalagan yeringizdan, aytalik xalagan yeringizdan bir dana sovg'a tortasiz. Qaranglar, temir mikser deydi, kattasi bo'ladi. 600 ming so'm turadigan mikserni podarkaga utib oldinglar. 600 ming so'm posudan avor, 600 ming so'm mikseri, 1 million 200 ming so'm sizda pul bo'ldi. Undan tashqari O'mirbekni ko'rib keldim desanglar, yana bir dana podarkisi, masalan tuzdan nabori. Bu podarkam sizniki bo'ladi. Shuncha podarkimiz bir dana gaz plita evazina bo'ladi. Shuning uchun kelib turib, istagan gaz plitamizni shu 7 kunlik aksiyamizda tezroq xarid etib olsanglar bo'ladi. Bu yerda Ferri, Vesta, Artel, Immir, Elita, Aryo firmalarniki bor, Shivakiniki, Odul, xullas ideal hamma firmadan gaz plitalar topiladi, bemalol kelib xarid etib olsanglar bo'laveradi. Endi sizlarga aksiyani zo'rini avtomat kir mashinalariga qo'yib beramiz. Avtomat kir mashinalari aksiyamiz hali bo'lmagani bo'ladi. Shu o'rinda videomiz layksa bir dana yaqqan bo'lsa layk bosib qo'yasiz, chunki bu aksiyamizdan faqat xalqimiz, yurtdoshlarimizni ishonchini oqlash uchun, xalqimiz uchun qo'yilgan aksiya bo'ladi. Avtomat kir mashinalarimizda 6 kiloluk, 7 kiloluk, 8 kiloluk LG, Samsung, Zifler, Immir, adını farkı yok, kilosini farkı yok. Hammasini 1 million so'mdan qo'yib beramiz sizlar. Yurtdoshlar, buningdek aksiya bo'lmagan. Ana endi like basmasangiz bo'lmaydi. Qarang, ishora ko'rib turgan Immir brendimizdan 6 kiloluk kir mashinamiz o'zi narxi 3 million 800 3,5 million so'mdan sotilgan. Bugungi kunda boqasiz 2 million 800 ming so'mga qo'yib beramiz. 2 million 800 ming so'mga xarid etasiz, 1 million 800 ming so'mini qo'lingizga qaytib beramiz. 1 million so'mga kir mashinangiz tushib qoladi. 1 million 800 ming so'mga xalagan narsangizni do'koningizdan xarid etib olsanglar bo'laveradi. eBayda ko'rib tursiz, Immir kompaniyaniki 6 kiloliki bo'ldi. Xalasangiz Monix firmanikini olishingiz mumkin. Inabida Artelniki bor, inverter motordayisi bo'ladi. Atlantniki bor 7 kiloluk, Vestelniki bor, TCLniki bor, Sevintage, Aryo, LG desalarmi, Sevintage'niki, Immirniki, Shivakiniki, Samsungniki farqi yo'q. Qaysi kir mashinani olsanglar ham sizlarga 1 million so'mga tushib qoladi. 5 million so'mlikini olsanglar 4 million so'm qo'lingizga pul qaytib beriladi. 3 million so'mlikini olsanglar 2 million so'm qaytib beriladi. 6 million so'mlikini oladigan bo'lsanglar 5 million so'm qaytib beriladi. 6 millionlikında 5 million so'm. Misol uchun bu 10 kiloluk
Katta kir mashinamiz Inmer kompaniyadan qaranglar ozonlab yuvib berish degan funksiyaga ega eng full varianti, ekranlar ham tabloli bo'ladi. 6,5 million so'm, 6 million so'm beramiz. O'zi 6,5 million so'm narxi, 6 million so'm xarid etmasanglar 5 million sizniki bo'ladi. 10 kilolik kir mashinamiz 1 million so'mga tushib qoladi. Buni hisob kitob etsanglar bu kir mashinani olmasdan iloji yo'q. Agar uyingizda bo'lsam olib qo'ying, zarar etmaydi. Uyingizni birov yarı bahasida sotib bersangiz ham yarı bahasından bir ağam bolsanız 5 milyon ağam çıkarsınız. 2,5 milyon so'm pul bo'ladi size. Lekin bize 1 milyon so'mga tozasini beramiz. Robotchisini emas, hakiki tozasini beramiz. Bir de görüp tursalar hamma firmadan kir mashin topiladi. Rulus deysizlarmi, TCL deysizlarmi, Zifler mi, Inmer mi, Hantaji mi, LG mi farkı yok. Qanday turini olishingizdan qat'iy nazar bor. Yine LG kir mashin 5 milyon 800, 5 milyon 500 ming so'm sotib turibdi. 4 milyon 900 ming so'mga beramiz. 4 milyon 900 ming so'm xarid etasizlar, 3 milyon 900 ni qaytib beramiz size. Bu kir mashin 1 milyon so'mga tushib qoladi. 1 milyon so'm kir mashinimiz bo'ladi. Arғы 3 milyon 900 ming so'mga xalasanız gaz plita olasiz, xalasanız televizor, xohlagan narsangizni olishingiz mumkin bo'ladi. LG olasizlarmi, Shivaki mi, Samsung mi, Magna mi, Vesta mi, hamma kir mashinimiz 1 milyon so'm. Biraz narx aytish degan narsangiz ham xato bo'lib qoldi. Shuning uchun bemalol xalagan kilodan olacak bo'lsanglar, bizning do'konimizga kelib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi ko'p odam uyinda o'tiradidan kir mashina puling deydi, borib 8 kiloluk ekkalaman deydi, bozorga kelsa, uydagi narsa bozorga to'g'ri kelmaydi, 3 million so'm pulini 6 kiloluk kir mashina olib ketishi mumkin bo'ladi. Bizning do'konimizga kelsalar, yine mesela aksiyamiz to'g'ri foydalansalar, buni hammasida yechim bo'ladi. İkinci narsasi oladigan narsasini hisob kitob etish kerakda. Misol uchun, yine aytganimizdek 8 kiloluk Magna kompaniyaniki inverter motor bo'ladi, 1400 obrotli 10 yil motorga kafolat. Endi bahasini solishtirishingiz uchun aytib turibman. Bahasi 5 milyon 800 ming so'm bugungi kundan dinamitda sotilib turgan baha. Bizda 4 milyon so'm. 8 kiloluk yine. 4 milyon so'mga xarid etib olasizlar, 3 millionni qo'lingizga qaytib beramiz. Borib turib 3 milyonla bir dana televizor aldık. Kattasini 50'likinden bir televizor aldık. Demek ki mashin 1 milyon so'mga tushgan bo'ladi size. Alın indi o televizorumuzdan o'zi sotib olishimiz kerak edi, uyimizga qo'yishimiz kerak edi. 4 milyon so'm to'lab amal olsangiz, orqa narsangiz tekinga olib turibdi. Shuning uchun aksiyamizdan foydalanish kerak. To'y atacaklar ham ertaroq olib qo'ysangiz ham zarar etmaydi. Misol uchun 5 milyonlik kir mashinangizni olsanglar 4 milyon so'm qo'lingizga pul qaytib beraman. 4 milyonla 1 milyonla duxovka alın, 1 milyonla pilisos alın, 1 milyonla televizor alın, 1 milyonla yana kaldı mikronovka alın. 4 tane padarkingiz tekinga bo'ttiribdi, yana istaganini ko'rib olasiz. Bize qo'shib berib qo'ygan ina bu pilisosni qo'shib berdik desa, buni qo'shib olmaysiz. Hozir meningdek aksiyalar hammada bo'ttiribdi. Mesela meni buni olasiz, bir kir mashina olasiz, buni qo'shaman, hammada bo'ttiribdi. Bu yerda bizga ayttirgan taklifimizda farqi, siz qo'lingizdagi pula ina bera o'tib xohlagan narsangizni savdolashib, kelishib, tortishib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu size uchun berilgan imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri tushundingizlar degan umiddamiz. Ana voucheringizni ina bu yerda ko'rib turibsizlar. Assortiment katta bizda. Xohlagan narsangizni olishingiz mumkin bo'ladi. Televizor dedik, endi televizorlar ham bir xato ko'rsatib beramiz. Televizorlar ham size uchun zo'r aksiyani qo'yganmiz. Qaranglar, birinchi narxini aytaman. Bizning podarkimizni do'stlar shu narsaga inobat olishingiz kerak bo'ladi dedi. Ko'pchilik do'konlarda, ko'pchilik klientlarda bo'ladi, bir yerlarga boradilar, televizorni bahasini so'raydilar, 3,5 million so'm deydi. So'ng podarkilarni qo'shamiz deydi. Men podarkin kerakmidi desa, podarkisini pulini hisoblaydidan bundan minus etib beradi ekan. 1,5 mini qaytib tashlaydi ekan, televizorni 2 milliona beramiz deydi ekandan podarkilar olib qoladi ekanlar. Do'stlar, shu ko'rgan 3,5 million so'm televizor 2 million so'm bizda. Bu podarkini puli qo'shilmaydi bunga. Shu televizor yine 2 milyon, 2,5 milyon so'm sotiladi. 2 milyon so'mga beramiz yine. Endi bu yerda podarkisini qaranglar. Bir dana sizlere damashlisini xolodilnik beraman podarkisini. Bir dana xolodilnik tekinga. Ko'rganmisizlar mendini? Ko'rmagansiz. 1,2 milyon so'mdan sotiladigan xolodilnikimiz tekinga. Kamida 1 milyon 800 ming so'm olishingiz mumkin. Endi 2 milyon so'm bahasi 1 milyon 800 olishingiz mumkin. 2 milyon so'mlik televizor aldınız. 1 milyon 800 ming so'm xolodilnik qo'shib berdim. Endi buni pulini olib tashlayotgani 200 ming so'm. Buna 200 ming so'mdan mendan kam edi. Divala sadonni beraman. Antenini beraman. Yine bir dana podarkingizni beraman. Alın 200'den o'tib ketgan podarki bo'ldi. Buni olib tashlab bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bizda podarkini puli
televizorun üstüne koyulmagan. Şunun için indi bir özünüz bilesizler, kaysı videoda, kaysı dükkanda görgenizse bilmiyorum ben diller 300'de padarkeni televizorun üstüne padarkeni pulu koşulmaydı. Yine söz ispatı bilen deyeni benim Allah özünüz görüşünüz mümkün. 2 milyona televizor, yine 2 milyonluk KD'nikimizi tekin yaptırsınız. Mut. Indi hemmesi 2 milyon emas televizorunu sıfatına karak getiveredi. Çünkü bilesizler bir pultlu televizor var, 2 pultlusu var, ekran zaşitalısı var, zaşitası yok var. Özbekistan'da çıkadı onu var, Xitayda çıkadı onu var, Türkiye'de çıkadı onu var, Indonezya'da çıkadı onu var. Televizorda asortiment har xil variantda bo'ladi. Şunun için yine 2 milyon so'mlik, 2,5 milyon, 2 milyon 800, 2 milyon 900 bin so'm, 3 milyon, 3 milyon 200, 3 milyon 800 bin so'mgacha 43 razmerdagi televizorlarimiz bor. Xullas, qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar, shu kranchterimiz, antenimiz, bundan tashqari bir dana xolodilnikimiz sizga podarkaga qo'shib beriladi. Xolodilnik ham zo'r. Uyinda xolodilniki endi kichkina xo'jaliklar ishlatsa ham bo'laveradi. Yuqorida morozinliki, pastda xolodilnik bo'ladi. Endi men uyimda xolodilnik bor deydiganlar bo'lsam, bu zarar etmaydi. Hozir ko'pchilik mehmonxonasi uchun oddiy qo'yib turibdi. Mehmonxonada qo'yadi. İçinde suları faslyanli duraveradi, alıp durup faydalanishi mümkün bo'ladi. Qiyomat tok ham yemaydi, bu past tokda ishlaydigan bo'ladi. Xullas, ana xolodilnikingiz zo'rindan bir dana podarkisi bo'ladi. Agarda 50lik televizorlarni ham ko'rik, 50 düymdagi televizorimiz 3 milyon 800, 4 milyondan satılgan Artel brendiniki 3 milyon so'm narxi. 3 milyon so'mga tushirib beramiz. 3 milyon 200 bin so'mligi, 3 milyon 800 bin so'mligi, Toshiba kompaniyaniki 4 milyon so'mligi bor. Xullas 50lik televizorlarimizdan 5,5 milyon so'mgacha bo'lgan turlari bor. 55lik razmerlarimizda 55lik razmerlarimizda yine görüşünüz mümkün S-Smart kompaniyaniki 5,5 milyon 800 bin so'mga sotilgan, hozir bahası arzonlatganmiz 4 milyon so'mga tushgan. Ziflerniki bor 4 milyon 200 bin so'm, Premier'niki 4 milyon 800 bin so'm, Immerniki 4 milyon 900 bin so'm, Shivakiniki bor 4 milyon 950 bin so'm. Xullas arzon 5,5-6,5 milyon so'mgacha televizorimiz 55lik bor. Agarda 50lik, 55lik razmerda televizor xarid etib olsanglar, 4 milyonlukundan televizor alsanglar deb tushuntirik. Yo'q, 3 milyonlukundan alsanglar ham deb tushuntirik. 50likimiz o'zi 3 milyondan boshlanadi. İşi ko'rib turgan xolodilnikimiz podarkaga bo'ladi. Yurtdoshda görüşünüz mümkün 2 kameralı Ferre kompaniyadan zo'rindan yuqori morozinlik past xolodilnik. Ana yine xolodilnik alaman deb 3 milyon yinglab qo'yibsiz. Televizor alaman deb 3 milyon yinglab qo'yibsiz. Bizlarni dükkana geling, 3 milyona televizor alın, barın 4 milyon alın, 3 milyon so'mingiz foyda. Kisengizda qaytib ketadigan bo'ladi. Bu narsangizda, bu pulingizda yana bir verjanat ketsanglar bo'laveradi. Yana buni aksiya deymiz. Dastlabki ustanovkadan tekin bo'ladi. Agarda 65lik, endi 65lik televizorlar katta razmerimizda bo'ladi. 65lik razmerlarimiz 5,5 milyon so'mdan boshlanadi. 5,5 milyon, 6,5, 7,5, 8,5, 15 milyon so'mgacha endi 100lik razmerlarimiz ham bor. 20 milyon so'mgacha televizorlarimiz bor. Katta razmerdagi televizorlardan xarid etib oladigan bo'lsanglar, bizlar ham katta podarka beramiz. Bir dana xolodilnik bo'ladi. Yani ko'rsatganingizda Artel firmadan kattasi past morozinlik EcoFrost. Shu narsaga katta e'tibor etinglar. Defrost muz baylab tashiydigan emas bu. Yaxshisi bo'ladi, originali bo'ladi, past tokda ishlaydigan bo'ladi. Ishi ko'rib turgan xolodilnikimiz mutlaqo sizlarga bir dana televizorga podarkasini oladi. 6,5 milyon so'm. Yo'q, arzoni 5,5 milyon so'mga televizor olib turibsiz. 4 milyon so'mlik xolodilnikimiz podarka. Yo'q, xolodilniking bor desanglar, ichindagi 4 milyonni olib qo'lingizga beraman. 4 milyonluk xalagan narsangizni borib savdolashib olsanglar bo'lar. 65lik televizor sizlarga 1 milyon 500 ming so'm pulga tushib qoladi. 1,5 milyon so'mga. Agar to'g'ri eshitib, to'g'ri tushunib o'tirgan bo'lsanglar, buning de aksiyani yengil vaqt ham qo'ymaganmiz. Eng arzon degan vaqtimiz ham qo'ymaganmiz. Hozir bo'lib turibdi. Faqat 15-aprelgacha bo'lib o'tadi. Endi o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz, o'zingizda shu narsalar bo'ladigan bo'lsa, yakillarga yuborib qo'yasizlar. Yakillaringizga yuborib tashanglar, xolodilnik olaman, konditsioner olaman, televizor olaman deb yurgan yurtdoshlaringiz bo'lsa, yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa, men shu yuborganingiz uchun ham zo'r sovg'a beramiz, zo'r podarka beramiz sizlarga. Ina shu hozir gaz plitada ko'rsatdim sizlarga. Zo'rindan, yaxshisidan qaranglar, posuda komplekt nabor. 1, 2, 3 tane nabor bo'ladi. İçinde 22 tane posudası bo'ladi. Ina.
Original brenddan zo'ri, keramika bu, hech narsa bo'lmaydi. Urasizmi, qirasiz, ishlataverasiz. Original narsa bo'ladi. İçində 22 dana kasa, çaynik, tarelki, tovoq, xullas hamma narsasi bo'ladi. Shu komplektimizdan 1, 2, 3 tanasini kommentariya shova qo'yib beraman. Qaranglar, xudo xolasa, keyingi videomizda aniqlaymiz. Endi bu katta filialda Uzoqa bilan 20sinacha yana aksiyamiz bo'lishi mumkin. 20-aprelgacha aniqlab o'tamiz. Shuning uchun uzmasdan tezroq kommentariyani ko'proq yozasiz, like ni bosasiz, yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Chunki 20sinacha aniqlab o'tamiz. Aksiyamizning muddatini aytdik. Faqat 15-aprelgacha bo'lib o'tadi. 15-aprelgacha bemalol aytilgan narxdan aytilgan podarkalar bilan xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Kommentariya shouimizni endi 15 bo'lar, 16 bo'lar, uzoqi 20sinacha o'ynab beraman deb aytib turganim. Kommentariyani bomba etib portlatib tashanglar. Yaqinlarga yuborish yodingizdan chiqmasin. Kamida 10 dana odamga yuborgan bo'lishingiz kerak. Yuborish degan narsani bilasizlar. Videoning teyinda samolyot minday uchmush belgi bo'ladi. Shuni bosasizlardan Telegramda do'stingiz bo'ladi. Do'stingizga tashak qo'yasizlar. 10 dana odamga yuborgan bo'lishingiz kerak. Shu vaqtida utsangiz, ina shu 10 dana odamga utgan bo'lishingiz kerak. Keyin ko'rsatib turib podarkalaringizni aytishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa aksiyamiz hammaga tushunarli bo'ldi. Bir hafta mobaynida adresni bir qator aytib beramiz. Orientivni Qo'sha darvozadan kelsanglar ham bo'ladi. Qo'sha darvozadan kirasizlar, to'g'ri kelsanglar o'zi gelib bir plakatlarimiz bor. Şöyle gelib urilasizlar, chap qo'lingizda dillar uchish dukanimiz bo'ladi. Orqa taraf beton stoyankidan girsanglar, beton stoyankidan girasiz. 100 metr, 50 metrdan keyin dukanimiz o'ng qo'lingizdan chiqadi. Plakatlar bilan shu yerda reklamalar chiqib turibdi. Onlayn savdolarimiz ham mavjud bo'ladi. Ekranda telefon nomerlari yozib turadi. Agar topa olmasanglar, bemalol bog'lanib kelsanglar ham bo'laveradi. Hammasi hakkında ma'lumot berdik. Esa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videogacha ko'rishguncha deymiz. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'ling.